O'lishdan oldin brauzer tarixini o'chirib tashlang. Ammo siz va men Xitoyda emasmiz-ku, demak o'zimizni xavfsiz his qilsak bo'ladi. Men bu qadar ishonch bilan gapirmagan bo'lardim. Kuzda Moskvada yuzni tanish funksiyasi bo'lgan video kuzatuv tizimi ishga tushdi. Tizim ko'cha kameralardan olingan tasvirlarni tahlil qilib, odamning jinsi va yoshini aniqlay oladi. Ushbu tizimni o'tgan yili odamning rasmiy yordamida ijtimoiy tarmoqlardagi akkauntini topishga imkon beruvchi ilova Find Face'ni yaratgan NetLab kompaniyasi ishlab chiqardi. Moskva kameralaridan olingan ma'lumotlar politsiyaning ma'lumotlar bazasi bilan taqqoslanib, shaxslarning harakatlanish marsruti yaratiladi. Sinov davrining o'zidayoq federal qidiruvda bo'lgan 6 kishini hibsga olishga muvaffaq bo'lishdi. Tushunyapsizmi? Endi katta og'ayni bizni shunchaki kuzatmaydi. U qo'limizdan tutib, har doim biz bilan birga yuradi. Qiziqarli fakt aytaymi? Hatto qo'ylar ham odamlarning yuzini tanib, yillab eslab qolishlari mumkin. Ularga ko'rsatilgan yulduzlarni surat boshqa burchakdan olingan bo'lsa ham taniydilar. Tashqi kuzatuv kameralari uchun bu 2x2 day gap. Kechirasiz, lekin algoritm xitoyliklarni ajrata olsa, menimcha bizning tashqi ko'rinishimiz bilan biror muammo bo'lmasa kerak. Bizni kuzatish osonlashadi. Bu fakt. Ushbu sonimiz sizga yoqdi degan umiddaman. Buni layklaringiz va izohlaringizdan bilib olaman. Shuning uchun nima qilish kerakligini bilasiz. Yodda tuting. O'lishdan oldin brauzer tarixini o'chirib tashlang. Qo'ng'iroqcha, xayr.